Assalomu alaykum. Men Farruh Xoliqov. Python dasturlash tilini o'rganishda davom etamiz. Bugun 8-darsimiz. O'nlik kasrlardagi xatolik. Kasr sonlarini Python dasturlash tilida qanday yozishni ko'ramiz va tasoddifiy tanlash random funksiyasini ko'rib chiqamiz. Bu darsimiz mantiqan 7-darsimizda davomi bo'lib ketadi. Hozir biz birinchi ko'rmoqchi bo'lgan narsa bu 7-darsda ko'rdik. O'zgaruvchilarning raqamlarning turlari, ya'ni int bor ekan, float va kompleks sonlar. Keling o'shalarni o'zgarishi, ya'ni konvertatsiyasini ko'radigan bo'lsak, birinchi oddiy holatda print 1 va 1.5. Bu yerda birimiz int, ya'ni butun son, 1.5 esa haqiqiy son, float qo'lga tegishli. Bularning yig'indisi bizda avtomatik tarzda float, ya'ni butun son bo'ladi. Yoki buni hozir 1.0 deydigan bo'lsak ham, aslida buning natijasi yig'indisi 2. Natijamiz ham 2 chiqadi va 2.0 bu degani bu o'zgaruvchimiz turi float hisoblanadi. Demak, bunda ko'rib turganingizdek, avtomatik tarzda umumiyroq bo'lganiga o'tadi. Bu yerda umumiyroq bo'lgani float. Chunki floatda butun qism ham bor, kasr qismi ham bor. Shunday kompleks sonlar bilan ishlaganimizda, misol uchun bizda kompleks son bo'ladigan bo'lsa, haqiqiy butun qismi 1 ga va mavhum qismi 5G bo'ladigan bo'lsa, biz bu yerda a ga qo'shsak, misol uchun 10 da. Bu yerda 10imiz int son, butun son, ya'ni a'imiz esa kompleks son. Buni ishlatadigan bo'lsak, bizda natija ko'rib turganingizdek, kompleks son chiqdi. 1 ga 10 ni qo'shdi 11 va 5G. Yoki 10.0 bo'ladigan bo'lsa, bunda ham umumiyroq qilib o'tadi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda ya'ni universalroq, o'zi avtomatik tarzda universalroq bo'lgan turni tanlaydi. Bundan tashqari biz turlarni o'zgartirishimiz mumkin. Int yoki float yoki kompleks son deb, misol uchun print 2.6. Ko'rib turganingizdek 2.6 chiqyapti. Buni int turiga o'tkazmoqchi bo'lsak, ikki, ya'ni bu yerda 2.6 int, ya'ni butun songa o'tkazmoqchi bo'lsak, faqat butun qismini oladi va 2 bilan ishlashning o'zi yetarli bo'ladi. Xuddi shunday kompleks sonda ham shunday bo'lishi mumkin. Bunda kompleks funksiya bo'ladi va bu yerda biz qo'shtirnoq ichida yozishimiz kerak bo'ladi. 3 plus 5G misol uchun
Demak, bu ham ishlayapti. Bundan tashqari float turlari ham mavjud. Bu yerda float funksiyasi demoqchi edim. Floatda esa tushunganingizdek floatni o'zgartiramiz. Masalan, 5 soni bo'layotgan bo'lsa, buni floatga o'tkazadigan bo'lsak 5.0 ko'rinishda yozib qo'yadi. Ya'ni demak turlarni biz o'zgartira olar ekanmiz. Keyingi mavzuni nomlashda o'nlik asrdagi xatoliklar deyildi. O'nlik asrdagi xatolik degan u siz o'ylagandek xatolik emas. Aslida buni hozir bir xonada ko'rib o'tamiz. Misol uchun 0.1 ni dasturga kiritadigan bo'lsak, bilasiz, kompyuter ikkilik sanoq sistemasida ishlaydi va buni ikkilik sanoq sistemasiga o'tkazadi. Lekin bu kasr son bo'lgani uchun ikkilik sanoq sistemasiga o'tayotganda davriy songa aylanib qoladi. Bilib turganingizdek, davriy sonning oxiri yo'q, ya'ni cheksiz davom etadi. Kompyuterda esa cheksiz xotira yo'q bo'lganligi uchun uni ma'lum miqdorini, ya'ni o'ziga kerakli bo'lgan miqdorini xotirada olib qoladi va o'sha ustida amal bajaradi. Buni esa yana o'nlik sanoq sistemasiga qaytarib o'tkazayotganda, mana ekraningizda ko'rib turgandek, juda kichkina miqdorda adash bo'ladi, chunki davriy kasrni qolgan qismini tashlab yubordi ikkilik sanoq sistemasidagi. Shuning uchun e'tibor bergan bo'lsangiz, Telegram kanalimizda ham bir misol ko'rsatgandim. Print 0.1 plus 0.2 tengmi 0.3 ga. Mana shu misol. Bu yerda 1.0 qo'shilgan 0.1 plus 0.2 tengmi 0.3 ga. Bu aslida teng. Natija true chiqishi kerak. Lekin biz buni ishlatib ko'rganimizda bizga false qiymat qaytaradi. Nima uchun degan savol tug'iladi. Chunki boya aytganimizdek, 0.1 ni ikkilik sanoq sistemasiga o'tkazganda ma'lum bir yo'qotishlar bo'ldi. Shuning natijasida mana shuni o'zini ekranga chiqaradigan bo'lsak, 0.3 va ko'rib turganingizdek, oxirida juda kichkina bo'lsa ham xatolik bo'ldi. Lekin buni dasturlashtirib 0.3 bilan solishtirayotganda bu teng emasligi yaqqol ko'rinib qoladi. Shunda biz xato javobga olamiz. Xo'p, bunda yo'qotishlar demak bizni qo'limizda emas, bu lekin shunga yarasha Python dasturlash tilida modullar ham bor. U modullardan bittasi decimal moduli. Keling, buni ishlatib ko'ramiz. Import decimal. Qarang. Print 0.1. Bu decimal moduli haqida aytib o'tadigan bo'lsam, bunda decimal funksiyasi bor. Ya'ni o'nlik asrlarni aniq, ya'ni hozir print 0.1 ni o'zini chiqaradigan bo'lsak, bizda 0.1 ni o'zi chiqaryapti. Boyagi yo'qotishlar yo'qdek ko'rinishi mumkin. Lekin buni aslida qanday ekanligini yaxshilab chiqaryapti. Shuning uchun shunday ko'rinyapti bizga. Aslida qanday ekanligini bilishimiz uchun decimal funksiyasidan foydalanib ko'ramiz. Print decimal moduldan decimal funksiyasini chaqiramiz va onun ichida 0.1 sonini beramiz.
Demak, buni ishlatib ko'radigan bo'lsak, mana ko'rib turganingizdek, bizga bu print tool'da 0.1 ni chiqarganimizni yaxshilab chiqaryapti. Lekin uni asli o'zini ko'radigan bo'lsak, bizni kompyuterimizning xotirasidan mana shu ko'rinishda joy egallayapti. Biz buni ustidan amallar bajaradigan bo'lsak, bu mana shu son ustida amallar bajargan bo'ladi va boyagidek qandaydir kamchiliklar va yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Buni keyin qisqaroq qilib yozadigan bo'lsak, ya'ni har safar decimal funksiyasidan foydalanganda anaqa qilmaslik uchun birdan import qilib olishimiz kerak bo'ladi. U har safar decimal funksiyasini ishlatish biroz noqulay. Shuning uchun decimal moduldan decimal funksiyasini o'zini chaqirib qo'yamiz. Yana ham qulay bo'lish uchun s, ya'ni xuddi shuni d kabi ishlayapti degan ma'noda. Endi bundan keyin bizlar decimal funksiyasini ishlatish uchun boyagidek decimal mana shu ko'rinishda emas, mana shunday ko'rinishda yozishimiz funksiya. Demak, bu kodimizni yozishda qisqaroq, o'zimizga tushunarli bo'lgan belgilash kiritib oldik. Ya'ni decimalni d bilan belgiladik va birdaniga kutubxonani o'zidan chaqirib oldik. Bunda bizga nuqta qo'yib, alohida modulni o'zidan chaqirib olish shart bo'lmaydi. Endi misollar orqali ko'radigan bo'lsak, print biz funksiyamizga qo'sh tirnoq ichida agar 0.1, ya'ni string ko'rinishda bo'lyapti, buni berib yuboradigan bo'lsak, hech qanaqa bizda yo'qotishlar bo'lmaydi. Endi maxsus o'shaning uchun bonusda amal bajarib ko'ramiz, boyagi natijani chiqarib ko'ramiz. Bu yerda nima natijaga erishdik biz? Bitta ortiqcha qavs bo'lib ketdi. Mana 0.3 oddiy holat bo'yicha agar 0.1 ga 0.2 ni qo'shadigan bo'lsak, hozir farqini ko'ramiz. Mana decimal funksiyasidan foydalanganimizda bu aniq ishladi. Lekin oddiy holat bo'yicha qilayotganimizda ko'rib turganingizdek kichik yo'qotishlar, ya'ni decimal funksiyasi bizga aniq ishlash uchun kerak bo'ladi. Ya'ni xatoliklarga yoki dasturimizda keyinchalik kamchiliklarga olib kelmasligi uchun. Keyingi ko'radigan narsamiz bu kasr sonlar. Bilamiz, kasr sonlar so'rat, maxraj va kasr chizig'idan iborat bo'ladi. Bu narsa ham Python dasturlash tilida alohida bor, ya'ni alohida kasr son ko'rinishda chiqarishimiz mumkin va o'shandan foydalanishimiz mumkin. Hozir bizlar ko'rmoqchi bo'lgan narsa faqatgina functions kutubxonasini bor, ya'ni kasr sonlari uchun mo'ljallangan. O'sha modulda import qilib olamiz. Fractions. Print buni ishlatib ko'ramiz. Fractions kutubxonasi
moduldan funksiyasini chaqiramiz va funksiyaga biz birorta o'nli kasr berib qo'yamiz. Misol uchun 1.5. Qani bizga qanday natija beradi? Qayerda o'sha S yozyapman. Mana ko'rib turganingizdek 3/2 ko'rinishda chiqarib beradi. Demak, 1.5 ni kasr songa o'tkazadigan bo'lsak, 3/2 bo'ladi. Buni xohlasak 0.5, ya'ni 1/2 chiqarish kerak bizga. 1/2. Demak, dasturimiz ishlayapti. Agar biz bunga faqat butun sonni o'zini kiritadigan bo'lsak, 5, buni kasr songa o'tkazib bo'lmaydi. Ya'ni 5 ta o'zi bo'ladi. Ya'ni butun son. Keyin o'zi function kutubxonasini funksiyani maqsadi berilgan sonni kasr songa o'tkazib bizga chiqarishdan iborat. Yana bir tarafi bor. Misol uchun 1 endi virgul birinchi argument, ikkinchi argument. Demak, bu yerda 1 kasrimizning surati, 3 esa mahraji bo'ladi. Buni ishlatib ko'rsak, ya'ni 1/3. Shu ko'rinishda buni ham o'rganib qo'ysangiz, sizga foyda bo'ladi, zarar keltirmaydi hech qachon. Keyingi ko'rmoqchi bo'lgan narsamiz bu random funksiyasi, ya'ni tasodifiy tanlash. U tanlash deganda, misol uchun u odatda tasodifiy raqamlar generatsiyasi deyiladi. Ya'ni qanaqadir raqam generatsiya qilib berishi mumkin yoki bir xil son. Keling, buni ham ko'raylik. Bu uchun ham alohida Python dasturlash tilida modulimiz bor. Bu modul random modul. Uni import qilishimiz kerak bo'ladi. Import random. Demak, random modulni import qildik. Endi bundan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Birinchi qiladigan ko'rmoqchi bo'lgan narsamiz bu qaysidir son oralig'ida, agar biz qaysidir son oralig'ida tasodifiy raqam son chiqarmoqchi bo'lsak, unda random moduldan bizga kerak bo'ladi range and range, ya'ni bu yerda biz qaysi misol uchun 10 dan nechigacha 50 gacha bo'lgan sonlar orasida tasodifiy son tanlab oladi. Buni ishlatib ko'radigan bo'lsak, yozishda xatolik bo'ldi, chunki kichkina yer bilan yozyapman. Katta yer bilan. Demak, dasturimiz to'g'ri ishladi. Random range, ya'ni 10 dan 50 gacha bo'lgan sonlar oralig'ida har safar har xil son chiqaradi. 37. Keyin yana bu dasturimizni ishlatib ko'radigan bo'lsak, 14, ko'rib turganingizdek, shu oraliqda bo'lgan har safar har xil raqam generatsiya qilib beradi. Bu bizda oddiy holatlarda, misol uchun
test yasashlarda ishlatiladi yoki murakkab holatlarda masalan oddiy o'yinlarimizda ham, kompyuter o'yinlarida ham random, ya'ni tasodifiy holatlarda generatsiya qilinadi. Bu kerakli funksiya. Keyin yana keyingi xususiyatini ko'radigan bo'lsak, bu modulda bizga misol uchun list haqida agar siz tushunmayotgan bo'lsangiz, hech ham xavotir olmang. Keyingi darsimizda bu haqida batafsil ma'lumot berib boraman. Hozircha esa mana shuni sal tushunib olsangiz yetarli bo'ladi. List ma'lum bir bu yerda mana demak bu qandaydir o'zgaruvchilardan tashkil topgan listimiz bor. Demak print choose, ya'ni tanlash funksiyasi bor random modulda. Ya'ni bu listdan tasodifiy shuni orasidan biz yozgan mana shu yerdagilardan orasidan ixtiyoriy bittasini tasodifiy olib beradi. Buni ishlatib ko'radigan bo'lsak, mana 1 ni olib beradi. Demak 1 bizda mana oxirgi elementi 1 edi. Yana buni ishlatib ko'radigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek qolmadi. Ya'ni shu elementlar ichidan bizga tasodifiy birini tanlab berdi. Keyingi funksiyamiz bor. Bu yana shu listga taalluqli bo'ladi. Printdan oldin biz listni bu qiymat qaytarmaydi. Ya'ni listimizni tartibini o'zgartirib tashlaydi. Hozir x ni ko'radigan bo'lsak, mana shu a, q, w bir ko'rinishga ega. Bu esa tasodifiy tarzda yana qaytadan tartiblab chiqadi. Mana ko'rib turganingizdek listimiz a boshida edi va u ikkinchisiga o'tib qoldi. W 1 q tasodifiy tarzda taxlab chiqdi. Yana boshqa yoqdan ko'radigan bo'lsak, yana boshqa xil ko'rinishga ega. Print. Keyingi yana bitta funksiyamiz o'zi. Odatda random funksiyasi bizga 0 va 1 oralig'idagi sonni generatsiya qilib beradi, yasab beradi. Ya'ni bu ko'rib turganingizdek mana 0.47 hokazo uzun son ko'rinishda. Agar sizga shunaqasi kerak bo'ladigan bo'lsa, random funksiyadan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.